Hammaga salom, sizlar bilan W Studio. Bugun biz yana texnik intervyu qilamiz. Bugungi mehmonimiz bizda Akobir. Akobir o'z haqingizda qisqa tanishtirib bering, keyin intervyuni davom ettiramiz. Assalomu alaykum hammaga. Uh, Va ismim Akobir. Talabaman. Shu Toshkent axborot texnologiyalar universitetida 4-kurs bosqichida o'qiyman. Xo'p, bo'lmasam teoriyadan savollar beraman bo'lsam. Birinchi savolim sizga HTML meta tags degan narsa bor, bilasizmi? Aha. Meta taglar. O'shanda meta name description degani bor va ikkinchisi meta property image degani bor. Shular farqi nimada? Meta name o'zi meta taglar o'sha HTML strukturasi qurilayotganda head tagida joylashadi. Ya'ni head bosh qismi bo'lgani uchun sayt Mhm. haqida umumiy ma'lumotlar beriladi. Endi descriptionga keladigan bo'lsak, shu sayt haqida ma'lumot beradigan, ya'ni sayt qanaqa texnologiya asosida, shu qanaqa vositalar yordamida qurilganini bildiradi descriptionda. Eee, Property image ga keladigan bo'lsak, u eee, o'ylashimcha propertiesda misol uchun faviconi bo'lishi mumkin saytda, ya'ni qidirganda yuqorida Mhm. brauzerdan chiqib turadi-ku. Mhm. O'shani properties, ya'ni image bo'lishi mumkin, yoki PNG bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan. Shuni deb tushunaman man. Met yo'q, u favicon uchun boshqa narsa ishlatiladi. Bu meta property bo'lsa, misol uchun hech ssilka jo'natib ko'rganmisiz? Misol uchun Telegramdan yoki bironta Facebookdan jo'natsangiz, u saytda qanaqa rasm bilan jo'natiladi. O'sha Bo'ldi, rasm tushundim. o'sha rasm bizda meta property OG 2.image deb beriladi. Xo'p, lekin description to'g'ri aytdingiz. Ikkinchi savolim sizga, tasavvur qiling, CSSda stil yozdingiz uni Aha. dublikatini ikkinchi nimadan yozdingiz. Misol uchun boxga bitta property berdingiz, keyin yana box ochdingizda xuddi o'sha propertyni berdingiz. O'shanda qaysi stillar olinadi? Birinchisimi yoki ikkinchisimi? Savolingiz oxiri ozgincha eshitilmay qoldi. Shuni takrorlang. Ha, mana qarang. O'sha ketma-ket stil bersangiz bir xil qilib bitta narsaga, o'shanda Mhm. birinchisi olinadimi yoki ikkinchisi olinadimi? Stil berilganda ikkinchisi olinadi, birinchisini ustidan yozib yuboriladi. To'g'ri. Xo'p. Qachon biz grid ishlatishimiz kerak flex o'rniga? Mmm, Flexni o'rniga o'ylashim bo'yicha grid tizimi, o'sha display propertyni ham qachonki responsive qilish bo'lsa, o'sha maqsad responsive, ya'ni boshqa qurilmalarga moslashtirish bo'lsa, ko'proq shu griddan foydalangan ma'qul. Flexda responsive qilib bo'lmaydimi? Yo'q, flexda ham qilsa bo'ladi. Gridga nisbatan unda sal mm, mujmalroqda. Grid nisbatan osonroq unga nisbatan. Flex tizimiga. Yo, javobingiz sal xatoroq. Mana qaysi hollarda flex ishlatasiz? Qachonki siz nima deydi, gorizontalniy полностью elementlar qo'ymoqchi bo'lsangiz, flex ishlatasiz. Grid ishlatmoqchi bo'lsangiz, ham vertikal joylamoqchi bo'lsangiz, ham gorizontal. Mm. YX и XX nima Am, bo'yicha bo'ldi, joylamoqchi bo'ldi, bo'lsangiz. tushundim. Da, shular. Xo'p, sizga hozir kod jo'nataman. CSSdan kodni hozir tashlab beraman chatda. Xo'p, endi sizga savolim, shu Mhm. boksimizni umumiy widthsi nechiga teng bo'ladi? Ya'ni qancha joyda oladi boksni eniga? Eniga bu bu yerda hozir viz
200 piksel bo'lyapti bu element o'zi. Keyin bu yoqda Hı. hop padding qo'shiladi. 20 piksel bo'lgani uchun bu to'rtta tomondan tepa, past, chap, o'ngdan oladi. Bizga viz bo'lgani uchun chap, o'ngni qo'shsak 40 bo'ladi, 240 bo'ladi. Keyin border Aha, bor bu yoqda 5 piksel. Bu aha, ham qo'shimcha joy. Eee, border bo'lgandan keyin chap, o'ngga ham beriladi bu hozir. Chunki hech qanaqa bir border top yoki shu o'zini kerakli nuqtasi yozilmagan, tomoni. aha, aha. O'shaning uchun bu ham chap, o'ng bo'lgani uchun 10 bo'ladida, 5 10 bo'lib 250 piksel bo'ladi hammasi. Xo'p, 250 bo'ladi. Mana bu box sizing content box degani bor. U nima uchun? Bu, misol uchun, bitta, misol uchun boks bo'ladigan bo'lsa, i boks ichida, yana bir elementlar bo'lishi mumkin qandaydir bir nechta. Bu box Mhm, sizing o'sha elementlar hammasiga ta'sir qiladida, ularni qo'shimcha bir, paddinglari yoki marjinlari, ta'sir qilmaydi kamchilik bo'lmaydi o'shanda. Ya'ni boksdan chiqib ketib qolish shunaqa bir, mm, mhm. kamchiliklari Ho yo'qoladi. hozir siz, a, border box bilan content boxni adashtirib olmadingizmi? Mm, bo'pti content box ekan. Mhm. Hozir Yo'q, sizni shu javobingiz 250 bo'ladi. da content box bo'lgani uchun. Agar border box bo'lsa necha bo'ladi? Border box bo'lsa, mana bu border olmasa kerak menimcha. Shunaqa edi. Shunda necha bo'ladi? 240 piksel bo'ladida. Border box bo'lsa paddingni ham nima qilmaydi. Shu 200 ligicha qoladi. 200 ni ichidan hisoblanadi qolganlari. 5 piksel 200 ichiga beriladi. 20 si ham 200 ichiga beriladi. Bo'ldi, Shunda tushundim. da shu farqi bor. Ozgincha esdan Xo'p, chiqibdi-da. hech chiqsa yo'q. Xo'p, keyin JavaScriptdan sizga kod tashlayveraman. Outputlarini ko'ramiz. Shuni ochib ko'ring-da. Bo'ldi, A, ochdim. outputlari nima bo'ladi shuni? Eee, bu yerda, birinchisida, eee, console log, ya'ni shu konsolga chiqaradi. Type of null, null tipidagi shu qiymatni, tipini, ya'ni tip qiymatini chiqarish kerak. Bu yerda, nullniki null Mhm, bo'ladi. Hop, ikkinchisida xuddi shunaqa undefinedniki bu, undefined bo'ladi. Eee, mhm. tipi so'ralyapti. Uchinchisida, mm, null, manimcha 3 bilan 4da xatolik chiqsa kerak. Aaa, xo'p, xo'p. Undefined bilan nullni farqi nimada? Nullda hech qanaqa bir qiymat bo'lmaydi u. Aha. Undefinedda qiymati bo'ladi, lekin aniqlanmagan bo'ladi. Misol qilib ko'rsata olasizmi? Let variable ochib, misol uchun tagida shuni. Misol uchun, mm, obyekt bo'yicha ham qilsa bo'ladimi? Farqi yo'q xohlaganizcha. Просто Misol variable uchun ochib qilsangiz ham bo'laveradi. let deymiz, misol uchun person deyman. Hop,
Xo'sh. Bu yerda yana bitta callback ham olishim mumkin. Xo'sh. Buni ishlatib ham ko'raymi hozir? Ishlatmasdan oldin ayting, nima chiqadi output? Keyin ko'ramiz. Bu botda shu undefined chiqadi-da, chunki obyektlarda mana bu arrow function this yo'qoladi. Keyin shu Aha. o'zidan yuqoridagi, ya'ni shu obyektdan yuqoriga intiladi bu yerdagi this. Ichida o'qimaydida, ya'ni ichida baribir qiymat bor, lekin uni undefined chiqaraveradi. Qiymati aniqlanmaydi. Buni to'g'rilasa ham bo'ladi. Oddiy anaqa oddiy metod qilib ishlatish kerak. Bunaqa arrow function emas. Yoki Aha. Xo'p. Lekin savolda qarang, xo'p. Bizni savolga qaytaylik. Sizni funksiyangiz aytishingiz bo'yicha to'g'ri undefined chiqadi. Lekin bu undefined chiqishini sababi this hozir metod nimaga qarab ketyapti? Eng katta parentga qarab ketadi. Windowga boradi yokida undefinedga teng bo'ladi. Undefinedni first name'i yo'q bizda unaqa narsa, shuning uchun ham undefined chiqadi. This'imiz hozir yo undefined yo window bo'ladida. Windowga teng bo'ladi hozirgi yozgan funksiyangizda. O'sha windowda ham first name yo'q bo'lgani uchun undefined chiqadi. Bizni savolga qaytadigan bo'lsak, type of null bizda u JavaScriptda eski xatosi nima type of null object qaytaradi. Obyekt qaytaradi. Nullni type bu obyekt, object. Undefined type bo'lsa undefined qaytaradi. Keyin null bilan undefinedni ikkita tenglasangiz, ikkita barobar orqali solishtirsangiz, ular teng bir-biriga, ya'ni true qaytaradi. 3-liniyadagi console. 4-sidagi false qaytaradi. Endi sizga savol berdim. Null bilan undefined farqi nima dedim. Endi siz bunaqa tushuntirdingiz, lekin boshqacha tushuntirganingiz yaxshi. Variable oching, let a dengda, let a. Aga teng. Mana shuni null qilsangiz, bu siz o'zingiz aytyapsiz. Men mana shu narsa a ni hozircha null qildim. Keyinchalik o'zgartirishim mumkin degan maqsadda. Agar a ga hech narsa bermasangiz, shunda undefined bo'ladi. Bo'ldi. Tushunyapsizmi? Nullni biz qachonki o'zimiz xohlab buni mana shu narsani biz butun umr nol qilmoqchimiz degan maqsadda nima qilamiz? Undefined bo'lsa umuman hech narsa bermasangiz, ya'ni define qilinmagan. Inglizchadan tarjima qilsak. Xo'p. Lekin obyekt this kontekst bo'yicha yaxshi. Shu greetingni bo'pti, hozir chuqurlashib ketamiz. Agar bilsangiz bilaman deng, bilmayman desangiz, nima bosh savolga o'tib ketamiz. Mana shu greetingni chaqirsam, say hello chaqirsam, shu Akobir bilan Usmonov degan nimalar chiqishini xohlasam, nima qilishim kerak? Shu say hello function chaqirgan vaqtimda.
Say hello chaqirish uchun mana bitta arrow function emas, oddiy anaqa qilish kerak buni. Yo, arrow function bo'lsa, arrow function bo'lgan holda, Bind qilish kerakda bunda. shuni qiling qani bir ko'raylik. Qila olsangiz agar. Mhm. Ee, Mana shu yerda ozgincha esdan chiqibdi. Sal anaqa bir yo'nalish bera olasizmi aka? Say hello'ga bind bering. Say hello funksiya. Hozir sizni funksiyangiz say hello'ga teng. Ya'ni shu funksiyani say hello'ga bind qilish kerak nimadir. Hmm. Xo'p, nima, keling bo'lmasa, ikkinchi savolga o'taylik. Buni, da yo'q, unday bo'lmaydi. Yo'q, unday bo'lmaydi. Xo'p, bo'lmasa sizga boshqa savol tashlab beray, bu hozir chuqurlashib ketdi. Tak. Buni kommentga olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Yuqoridagilarnimi? Yoki o'chirib yuborsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, bizda nima chiqadi konsol logda? Bu yerda hozir shu array keltirilgan. Aha. Array massiv shu bir elementlari shu 1dan 5gacha bo'lgan sonlar. Mhm. Xo'sh, keyin arrayni lengsini 2 ga teng deb olinyapti hozir bu yerda. Aha. Konsolga arrayni chiqarish kerak ekan. Mhm. Bu yerda o'ylashim bo'yicha shu arrayni o'zi chiqsa kerak. Mana bu A xato bo'lishi ham mumkin. Chunki qarang bir. Mhm. lengsini bu yerda o'zini arrayni lengisi 5 ga teng bo'ladi-da. Mhm. Lekin 2 ga tenglashtirib qo'yapmiz. Unda ham u xatolik bersa kerak. A Chunki lengsini olishda ham boshqa o'zgaruvchiga teng boshqa o'zgaruvchiga o'zlashtira olish kerak-da. Xo'p, konsol log qilib ko'raylik unda. Ko'ramiz javobi nima bo'lishini. Bo'ldi, buni tushundim. Mhm. Nega arrayni 1, 2 olinishi? Chunki arrayni lengsini o'sha
2 deb olinyapti. Bu yerda faqat shu Mhm. ikkita elementni olgin deyilyapti-da bu yerda hozir. Keyin shu xuddi bu nusxalar olinganga o'xshagan. To'liq o'zgartirilmaydi. Shunchaki konsolga qaytaradi. Agar buni mm, o'chirib tashlab, shunchaki arrayni o'zini chiqarsam, shu hammasi chiqaveradi bu yerda. Faqat ikkita Hozir elementi. hozir aytishingiz bo'yicha array.length barobar nimaga 5 yoki 4 qilsam nima chiqadi hozir? Barobar 5 qilsam. Yo'q, pastdan alohida qilib. Console logni pastidan qiling. Yaxshiroq. Oldingisidan bilan solishtiramiz. 5 qilsa bu yerda Mhm. mm, o'zi bu indeks bilan hisoblansa 0-indeks bo'ladi. 0, 1, Mhm. 2, 3, 4 bo'ladi. Mhm. Endi bu hozir bu indeks bo'lgani uchun, 5-indeks bo'lgani uchun manimcha xatolik chiqarsa kerak. 4 yozsa hammasi chiqadi bu yerda. Mm. Mana bu Yo'q, yerdan chunki 2 Aha. bu yerda ham 2 turgani uchun, ya'ni 2-indeksgacha 3 bo'ladi bu 2-indeks. Shuning uchun 1, 2 ni o'zi chiqdi. 3 ni o'zi kirmaydi chunki gacha borda. Bu length bu arrayni uzunligini aytyapti. Indeksini emas. Arrayda nechta element borligi? 2 ta element Ha, bor, 5 ta element bor. Indeks bo'yicha emas. Hozir konsol log qilsangiz nima chiqadi shunda? Yana bitta tagidan. bu yerda shu element hammasi chiqsa kerak. Qani bir tekshirib ko'raylik. Uchta empty items. Xo'p, endi buni sizga tushuntirib bersam. Birinchi array.length 2 qilgan vaqtimizda arrayimizni qolganini chopib tashlayapti. Faqat 2 ta elementini qoldiryapmiz boshidan. Tushunasiz? Qolgan 3 tasini yo'q qilib yuboryapmiz. Keyin yana biz aytyapmiz. Yana array hozirgi o'sha 2 ta-yu bizda. Qolganlari yo'q o'sha. Element. Shuni 5 ta qil deyapmiz. Shunda bu olyapti, 2 tani qo'yyapti-da, qolgan 3 tasiga empty beraveryapti. Ya'ni hech narsa qo'ymasdan array ochib yuboryapti. Ya'ni biz arrayni lengthini qachonki kamaytirib yuborsak, u prosta qolganini yo'qotib yuboradi. Qolgan elementlarni yo'q qilib yuboradi. O'sha boshdagi 2 tani oladi. 2 ga tenglasiga agar. Agar uni boshida 6 array length 6 qilganingizda hammasi chiqardi-da, oxirida empty bo'lib qolardi. Empty element. Birinchisidagini aytyapman. Oldindan belgilanadi-da, to'g'rimi? Bo'ldi, tushundim. Tushunarli, bu lengthsi bu indeksga aloqasi yo'q, 0 dan boshlanishiga aloqasi yo'q, prosta nechta element borligini, hajmi, uzunligi demoqchida, arrayda uzunligi. Length uzunlik degani. Xo'p, tak, vaqtimiz yana ozgina bor ekan. Sizga bitta savol. JavaScriptdan kod nimadan? Reactdan kod tashlab beraman. Reactdan qalaysiz? Reactdan qalaysiz? Reactdan bo'ladi normalniy. Okay. Mana shu kodni olib tashlab ko'ring-da. Savol beraman sizga. Xo'p, men hozir on delete degan funksiyani bosganimda bu funksiya ishlamaydi. Uni o'rniga item clicked degan funksiya chiqadi. Nima alert chiqadi.
O'shani Mhm. qanaqa qilib to'g'rilasa bo'ladi? Alert ishlatmasdani? Mhm. Mm, alert ishlatmasdan bo'lsa, state ochish kerak bo'ladi bunda. Boshlang'ich state 0 bo'ladi. Keyin o'sha funksiya beriladi. Keyin state'ni o'zgartirish uchun o'sha state'dagi qiymatga, ya'ni shu state o'zi obyekt, shu obyektdagi keyga, o'sha qiymatiga mana shu item click deb yozuvchi qasib qo'ysam bo'ladi. Hozir shuni Baribir ham u funksiya ishlaydi-ku. Menga ishlamaslik kerakda u funksiya. Men button'ni bosganimda, eee, tepada aytaylik, ladno, xo'p, alert yo'q tepada, любой boshqa funksiya bor. O'sha funksiyani xohlamayapman men. Именно button'ni bosganimda, button'da funksiyasi delete ishlashini xohlayapman. Shuni nima qilsam bo'ladi? button funksiyasi. Hozir hozir div o'sha button'ni bosmoqchi bo'lsam, tepadagi funksiya ishlaydi-da, menga ichidagi funksiya kerak. Tepadagi emas. Shu alohida buni o'chirib tashlab qilsam bo'ladimi bularni? Yo'q-da, menga kerakda u ham. Misol uchun aytaylik, tepada yana boshqa funksiyam bor on klikda. Именно button'ni bossam, aytaylik kartam bor, kartni o'ziga bossam almashyapti-da, lekin button'ni bossam boshqa funksiya bajarilyapti. Menga u ham bu ham kerak. O'sha holda nima qilsak to'g'ri bo'ladi hozir? Alohida on delete degan alohida funksiya hosil qilish kerak. Chunki bu itemga props bo'lib yuklanyapti hozir. Eee, mm, yo'q, undan emas. Farqi yo'q uni. Aytaylik, xo'p, mayli, ichida bo'lsa ham baribir ham u bo'lmaydi. Hozir harakat qilib ko'rsam bo'ladimi? Shuni Mhm. Bo'ladi. ishlatib Hozir o'zi tekshira olmaysiz hamda. Hozir buni javobi tekshirish uchun hozir ochish kerak nima? React proyekt ochish kerak. ochaman unda. Yo bo'lmasa og'zaki aytish kerak-da. Mhm. Mm. Shu yozib keyin tushuntirib bersam bo'ladimi? Mayli. Bu yerda qarang, hozir Mhm.
rostdan ham bu ikkita bir xil o'nkilik, Yy, manimcha Mhm. hozir bu yozganim tushuntirib bera qolay bo'lmasa. Xo'sh, Hop. 100 dan foydalanaman. Aha. O'sha item bo'ladi, shu click degan shu. U bosh Aha. qiymat bo'ladi. Uni funksiyasi bo'ladi, ya'ni o'zgartirish uchun. Alohida on delete deb funksiya ocha olaman bu yoqdan pastdan arrow function qilib set click'ga Mhm. o'zgartiraman. Item click git Mhm. bo'ladi. Man bosh qiymat ketib, agar buni bu yerda chaqiryapman on click on delete qilib, manimcha ishlashi kerak item click git bu. O'sha buni yana berishi mumkin. Misol uchun product name dan keyin p qilib click chaqirsam brauzer o'sha anaqada ham chiqadi. Lekin alert ham ishlaydi-yu hozir bu yoqda. Alertni ishlatmaslik kerak-da delete'ni bosganimda. Alertni manimcha bu alertga meni on klikkga olib tashlash kerak. Hm, Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Xo'p. Tak. Alert kerak-da menga, lekin delete'ni bosganimda kerak emas. Lekin boshqa joyda bossam kerak. Item. Aytaylik, mana itemim bor. Itemni ustiga bosdim. Boshqa funksiya. Lekin uni ichiga button bor. Buttonni bosdim, boshqa funksiya kerak. hm. Xo'p, keling siz uncha qiynamangda javobni aytib qo'ya qolay. Chunki javob o'zi oson aslida. Eee, event eventlar bilan bog'liq. Sizga kodni tashladim. Kodni ko'rsangiz, menimcha, bo'ldi, esimga keldi desangiz kerak. Shu battonni almashtirib qo'yishingiz kerak. Tepadagi batten bilan shu battenga. Hm. Tushundingizmi? Bu o'sha stop propagation degani, stop propagation degani bu o'sha nimani to'xtatadi. Ya'ni boshqa funksiyalarni ishlashini to'xtatadi. Faqat delete ishlaydi hozir bu yoqda. Tushundim. Buni oldin ham qo'llab ko'ruvdim. Qaysidir loyihada ozgincha esimdan chiqdi-da. Xuddi shunaqa qilib Da. ko'ruvdim buni ham. Alert bor edi bunda ham manda ham bitta loyihamda. Xo'p. O'sha button bosganda shunaqa xatolik kelib chiqardi. Shuni shunaqa to'g'irlagandim hozir ozgincha esdan chiqibdi. Okey, hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q. Bo'lmasa bitta algoritm ishlaylik, shu bilan yakunlasak ham bo'ladi, ha? Nima dedingiz? Tak, menga bitta funksiya yozib bering. Palindrom funksiya. Hozir sizga tushuntiraman. Ikkita output ham jo'nataman. Shularni tashlasangiz, JavaScript ichida xullas. Xo'p, palindrom degani u tarafidan ham, bu tarafidan ham o'qisangiz bir xil chiqadi. Race a car degani u yoqdan ham, bu yoqdan ham o'qisangiz to'g'ri chiqadi. Hello bo'lsa unaqa emas. Shuni kodini yozish kerak. Shunda mana bu yerda o'sha parametrga berilgan qiymatni Mhm. hello'ni chiqarish kerakmi shunda?
true, false qilib chiqarish kerak. Mhm. Hmm. Qiymat sharti bor. Agar qiymat o'sha stringimiz u yoqdan o'qilsa ham, bu yoqdan o'qilsa ham bir xil bo'lsa, true qaytarasiz. Race cardni o'qib ko'ring, u yoqdan ham, bu yoqdan ham o'qisangiz bir xil. Hello'da unaqa emas. Shuning uchun ham false qaytaradi. Bosh. Tension. Active. Xo'p, do'stlar, shunaqa video chiqishini xohlasa like bosinglar, kommentariyaga o'zinglarning fikringlarni yozinglar. Keyin yana bitta e'lon, Xudo xohlasa JavaScriptda ko'pchilikda ko'ryapman, qiyinchiliklar bor ekan. O'shaning uchun JavaScript bo'yicha kurs qilmoqchiman tekinga. YouTube'da bo'ladi ham. Xudo xohlasa keyingi oylarga chiqadi. Так что kutinglar, Xudo xohlasa ancha foydali bo'ladi. Xo'p, Akobir, keling, nima qilaylik, tushuntirib bering-da o'zingizni algoritmingizni qanaqa ishlamoqchisiz. Shunda men sizga yordam beraveraman. Palindromik deyilyapti-yu. Mhm, O'ylashim bo'yicha bu yerda race card'i o'sha race card'i o'ngdan ham chapdan ham o'qisa bir xil chiqyapti. Uni mhm, bo'lib olmoqchi edim man. Ya'ni mhm, nechadir qismiga, misol uchun oldingi race'ni olsam, mhm, ya'ni o'sha berilayotgan matnni matnni o'zi ham massiv hisoblanadi и mhm, har bitta harfi ham bitta element. И misol mhm, uchun bu yoqqacha 4 ta bo'ladi, 4 ta harf. Keyin 4 ta harf bo'lgandan keyin bu o'sha indeksda 0 dan eee, 0 dan 5-chisigacha bo'ladi bu. И keyin mhm, teskarisiga, ya'ni massivi teskari o'qisa ham bo'ladi. O'shaning uchun agar teng deyman, shuncha qismi teng bo'lsa, minus o'sha minus tarafdan, ya'ni -5 dan bu yoqda hozir eee, soni ham noma'lumda, chunki har xil so'z bo'lishi mumkin, har xil son. Lengsini mhm, olaman o'shanda. Baribir ham xohlagancha eee, matn bo'lsa ham uni baribir ham lengsi bo'ladi. mhm, Lengs bo'lgandan keyin o'sha lengsdan minus qilamanda, misol uchun hozir bu yerda race bo'lgani uchun bu oxirida ham, orqadan ham race bu yoqqacha o'qiladi. mhm, И lengsdan to minus mm, -4-gacha bo'ladi. mhm, Shu ikkita qismi teng bo'lsa agar mana shu holatda teng bo'lsa true, return true qaytaraman. Aks holda mhm. false bo'ladi. Hozir fikr shunaqa keldi. Eee, Xo'sh. Tak. Xo'p, shunda aytishingiz bo'yicha buni ikkiga bo'lib olasizda, keyin boshidan oxiridan tekshirib chiqasizmi? Mhm. Xo'p, mayli, tekshirib ko'ring qani.
Logika to'g'ri, shunaqa qilsangiz ishlashi kerak. Akabr, bunday qilaylik. Sizda hozir kerak narsalar for loop kerak. Chunki element tekshirib chiqish kerak har bittasini. For siklimi? Hmm. Mhm. Bu bitta yo'li. Ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'lini aytaman, balki agar qila olsangiz, tez yo'li. Bu birinchi yo'li for loop orqali video ko'rayotganlarga va sizga nima uyda o'zingiz boshqa tekshirib ko'rishingiz uchun bo'ladi. Ikkinchi yo'li unaqa reverse degan funksiya bor. Arrayda. U nima qiladiki, arrayda nima teskari qilib beradi. To'g'rimi? Shunaqa. Uni ishlatib ko'rsam bo'ladimi hozir? Mhm. Xato chiqdi-ku. Reversda. Sizga boya aytdim-ku, arrayda reverse degan funksiyasi bor. Aytingchi. Stringni emas, arrayni. Hop, yana bitta yordam. Reverse qilish uchun stringni birinchi array qilib olishingiz kerak. Keyin reverse qilasiz. Tak, Google'dan qidirib ko'ring, o'sha array reverse qanaqa ishlashini.
Topdingizmi? Mhm. Endi stringni array qilishi. Qarab ko'ring Google'da. Topdingizmi? Mhm. Xo'p, endi bizda stringni olasiz, uni array qilasiz, undan keyin reverse qilasiz. Mhm. Menimcha space kerak emas. Mhm. Bu yerda false chiqdi hozir. Mhm. Hmm. Chunki siz hozir stringni array bilan tekshiryapsiz. Hmm. Hozir Orqaga siz qaytarish kerakdirmi? reverse ha, Hmm. join degan funksiya bor. Mhm. Tushunarli. Xo'p, to'g'ri, to'g'ri. Endi buni bittalik qilsangiz bo'ladi. Ya'ni variablelar ochmasdan, bitta-bitta ulab-ulab ketsangiz bo'ladi orqa-orqasiga. Uni xos qilishi shart emas. Hozir nima screen share'ni o'chirsangiz ham bo'laveradi. Sizga nimani aytaman? Intervyu haqida o'zim fikrimni aytaman. Xo'p, aka-bir, nazariy bilimlaringiz bor. Nima bo'yicha? CSS bo'yicha, HTML bo'yicha, JavaScript bo'yicha ham yoqdi menga nazariy bilimlaringiz. Lekin o'sha amaliyga kelganda, algoritm kelganda ozgina qiynaldingiz. Bu juda ham ko'p hozir juniorlarda bo'lyapti shunaqa vaziyat.
Shuning uchun ham agar yaxshiroq bo'lmoqchi bo'lsangiz, qolgan juniorlardan. Shuning uchun yaxshilashingiz kerak mana shu, o'zingizni minus tarafingizni. Shu. A tak, javob berishingiz yaxshi. Keyin yana bitta narsa, rezyume обязательно qilishingiz kerak. Rezyume tashlab bermadingiz menga. Shu bo'lishi kerak agar ishga kirmoqchi bo'lsangiz. Shularni yaxshilasangiz, Xudo xolasa, ishga kirib olasiz. Sizda agar biron savollar qolgan bo'lsa, aytingiz. Bo'laveradi. Xo'p, savollar yo'q, hammasi yaxshi bo'ldi. Savollar siz bergan hamma masala, algoritm, shu nazariy savollar hammasi o'z o'rnida. Bu haqiqatan ham tushishi mumkin bo'lgan savollar. Endi o'sha JavaScript bo'yicha ozgincha, mm, o'zi oldinroq o'rgangandim. Ko'p bunaqa hozir algoritmlashda berilgan o'sha qismlari bilan uncha ko'p amaliyot qilmagandim. Shunchaki o'rganganda shu o'rganib ketgandim, lekin baribir ham o'rganib qo'yish kerak. Yana ko'proq algoritm misolli ishlar. Mhm. Asosan shu JavaScriptni ham UI bilan ishlatib, o'sha DOM bilan DOMga anaqa qilardim buni, ishlatardim JavaScriptni. Algoritmlashga oid misol endi ko'proq ishlayman. Da, bu yoqda algoritm ham unchalik qiyin emas edi. Просто bir ikkita string tekshirish kerak edi. Algoritm ham emas, просто JavaScript qanaqa ishlatishni, qaysi hollarda qanday ishlatishni o'rganib olsangiz bo'ldi. Xudo xolasa kurs qilaman. YouTube'da tekinga o'shani 30 kunlik bo'ladi. Xudo xolasa ko'rib chiqsangiz, menimcha ancha qulay bo'lib qoladi JavaScript siz uchun. Tushunarli. Akamur, mayli, sizga katta rahmat. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun. Xudo xolasa tayyorlanganingizdan keyin, balki yarim yil, 1 yildan keyin middle'ga bir intervyu qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Xudo xohlasa. Xo'p, rahmat katta. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling aka, siz ham. Xo'p, sog' bo'ling.